Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Surxondaryolik akalamizga o'tgan yil 2 moz otga mo'ljallangan prinsip berdik. Bu yil bitta otim olib yurishga ikkita otim olmay bitta otim olib yursam bir mozlik otga mo'ljallab qilib bering dedilar. Qilib berib biz o'tgan yil nima sexga borib oldilar. Bu yil o'rta yo'lda oladigan pul kelishdik. Men Buxorogacha bu yoqdan Surxondaryodan kelib o'rta yo'lda ikkalamizga yaqin bo'lish uchun bu yoqqacha olib kelib berdim. Mashinalarga taqib, hujjatlarni nomlariga yozdik. Mana akajon yaxshi kunlarga nasib qilsin. Rahmat Aqiljon, rahmat. Sizga ma'qul bo'ldimi? Juda ma'qul. O'tgan yil ham biz Xorazmni o'ziga borib Aqiljondan olib keldik. 2 mosligini, ikkita otga mo'ljallangan. Bu yil yana bitta ot olganimiz uchun bir mosligidan ham zakaz qildim. Mana yasab berdi, juda ma'qul. O'tgan yilgisi o'zi ma'qul bo'lgani uchun yana zakaz qildik-da. Mana xudo xolasa Buxoroga uchrashdik. Mana taqib, xudo xolasa olib ketamiz. Boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Bemalol o'rtaga biron aldov boshqa gap yo'q. Rahmat sizga. Yaxshi kunlaringiz nasib qilsa ekan. Sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Mana bunday tentlari bilan qilib berdik. Mana bu yoqdan orqadan ot minib, mana bu oldida eshikni ochib, bu yoqdan tushirib olaveradilar oti. Bemalol mana shunday ishlari bilan ko'rsatib oling. Tentlari bilan ishlab bu yoqda o'tgan yil Gentra mashinalarga farkopkalarni qilib berdik. Endi bu yil borligi uchun 5 farkop berdik. Zamoklarni eng yaxshisidan qilib berdik. Yaxshi kunlaringizga nasib qilsa akajon. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat Aqiljon. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.